Savnos shu gaplar rostmi yerga tegayapsanmi? Reklamalardan vaqtim ochilib ketdi Farruh aka. Men kim bilan olaman reklamalardan? E'lon beryapsiz, zo'rlar chiqadi. Voy, mani mangami? Sanga shash nima? Voy, nima oldingiz? Tufli oldin. Hidi bor. Qanaqa hidi bo'ladi? Yangi oldim. Voy, zo'rligini necha pulga oldingiz? Qimmat bo'lsa kerak-a? 280 ming sotilyapti, 200 mingdan hayot mosodlar Bilardim, o'zimotligingizni. Menga o'xshatdi. Qatta ekan, yana bor ekanmi? Sepimga ko'proq olardim. Katta yur ko'rsataman. Voy, tuflilarning chiroyliligini, Gulyopam do'koni-yu, bay. Savnos bu tovarlari o'zi 280 ming so'm sotilgan ekan, hayot mahsulotidan 200 ming so'm qilib qo'yishibdi. Onaxonlarimiz uchun bu tapchiqlarga ham skidka berib 100 ming so'm qilib qo'yishibdi. Yosh qizlarimiz uchun fabrikli bosinoshkalar 120 ming so'mdan ekan. Bir-biridan chiroyli krossovkalarimiz esa 100 ming so'mdan ekan. Original Miu bosinoshkalar esa 140 ming so'mdan ekan. Hozir trend bo'layotgan slansilarimiz esa 65 ming so'mdan ekan. Kelinchaklarimiz uchun tapchiqalarimiz 100 ming so'mdan ekan. Nafaqat ichkarida, tashqarida ham obuvlarimiz assortimentlari juda ham ko'p ekan, bir-biridan chiroyli. Opamizga issiq-tashqir qilib bu tapchiqalarimizni 40 ming so'mdan qilib skidka qilib yuboribdi. Azizalarimiz, sizlarni Gulyopam do'konida kutib qolamiz. Hayit munosabati bilan katta skidka ketyapti. Pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib kelishlaring mumkin. Lokatsiyamiz 3-qatorda boshi.